Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana bugun biz Samarqand shaharda ot anjomlar haqida videolarimizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, ot anjomlar do'konimizda otga kerakli barcha anjomlarimiz bor. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Ekranda telefon raqamlari yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar aziz YouTube kuzatuvchilar. Bu videoni ot boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ko'rinib turgandek boshlanishiga otning ko'krak fartugidan boshlaymiz. Laqab yozilgan aziz YouTube kuzatuvchilar. Xohlagan laqabini yozib beramiz. Bu qizil variant. Ko'rib turganingizdek ko'krak fartugni 5-6 xil variantlari bor. Qora, ko'k, oq, yashil, har xil ranglarda tayyorlab beramiz, zakaz qabul qilamiz. Narxi 400 ming so'm bo'ladi. Xohlagan laqabni qo'yib yulduzchasi, emblema, Mercedes emblemasi qo'yib beraveramiz. Ekranda telefon raqam yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganingizdek otning ustiga yopinchiq. Yopinchiqni narxi 500 ming so'm, ikki tarafiga laqabi yozilgan. Ko'zmunchoq laqabli otga. Ko'pchilik bir tarafiga yoziladi. Mana ko'rib turganingizdek bu tarafida ham yozib qo'yganmiz. Mana ichkari tomoni yopinchig'imiz juda sifatli yopinchiq. Kimga kerak bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Yopinchiqni ham qizil, ko'k, yashil ranglari bor. Bizni kuzatib boringlar aziz YouTube kuzatuvchilar. Ko'rinib turgandek etiklar 450 ming so'mdan boshlab 850 ming so'mgacha chavandozlar etiklari ham bor. Har xil razmerlarda topib beramiz. Aziz YouTube kuzatuvchilar, 41 razmerdan boshlab 45-46 razmerlargacha topib bera olamiz. Bu tomonda esa juganlar, kojinli, terili juganlarimiz. Bu yerda esa arzonroq juganlar. Narxi 250 ming, 350 ming har xil juganlar bor. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Va otlarga ovqat beradigan yem to'rvalarimiz ham tayyorlab qo'yganmiz. Qalinligi materialni sanaydigan bo'lsak 3 qavat qalinlikda baquvvat qilib tikilgan chokiga ahamiyat berasizlar. Juda ham mustahkam yem to'rvamiz. Narxi 150 ming. Kelishadigan joyi bor. Iplaridan mana regrobga bo'ladi, uzun qisqa bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek mana otning juganlari. Bu tomonda terili juganlar, kojinli jugan. Narxi 650 ming so'mdan ko'k rangi bor, qora rangi bor. 250 ming so'm arzon juganlarimiz bor. Kumush juganlar mana narxi 850 ming so'mdan oq rangi va ko'k ranglari bor. Terilisi narxi 1 million 200 ming so'm original kojinli chista charmdan ishlangan mana. Mana bu juganlarimiz esa yoni temirchalisi, bu ham o'sha kojinli jugan. Narxi 1 million 200 ming so'm. Mana bu juganimiz esa ko'rinib turgandek kumush jugan. Buni ham mana yoni temirchali, rul bergani juda ham yaxshi, udobni. Kimga kerak bo'lsa ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonda otning bo'yniga galastik bo'yin bog'lari mana. Ranglari har xilidan, xohlagan ranglaringizdan bor mana. Trendga chiqib ketgan bo'yin bog'larimiz oq, qora, qizil, oq, sariq har xil ranglarda tayyorlab qo'yganmiz. Bu bo'yin bog'lar narxi 150 ming so'mdan saldosi bor, kelishtirib beramiz. Optimga ham so'raydiganlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optimga ham ko'rib turganingizdek kamida 100 ta 200 ta bo'yin bog'imiz bor. Va ayilimiz bor mana otning belini bog'laydigan katta ayil. Katta ayilimiz narxi 180 ming, eni 10 cm va ko'rib turganingizdek terili lapga qo'yilgan. Rangi sariq, qizil, oq va qora ranglari ham bor. Tayyorlab qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa mana tagi adyollisi bor. Mana ko'rib turganingizdek toza adyol qo'yilgan. Ayilni ham optim narxida kelishtirib beramiz. Optim oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi mana xonamizning ikkinchi tarafiga o'tamiz. Bu yerda boya ko'rsatib o'tganimizdek mana shunday katta ayillarimiz bo'lsa, endi bu yerda sal maydaroq ayillarimiz bor mana. Pushtonlarimiz bor, tashqi va ichki ayillar. 100 ming so'mdan boshlab 180 ming so'mgacha ayilimiz bor. Ko'pchilik 150 180 ming desak
nimaga qimmat degan savol beradi. Mana bu yerda hozir 100 ming so'mlik ayilimiz bor mana. 120 ming so'mlik ayillarimiz bor mana. Har xilidan tayyorlab qo'yganmiz. Rangini ko'rib turganingizdek, xilma-xil. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 100 ming so'mdan 180 ming so'mgacha ayil pushtonlarimiz bor mana. Qora variantlari mana. Kimga 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta, 100 ta kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ranglari har xil. Tanlab olaverasizlar. Bitta ayilni ko'rsatib ham mana shu ayilimiz bor deya olmaymiz. Ko'rib turganingizdek kamida 300 ta 400 ta ayil bor. Endi bu tomonda terlatmalarimiz bor. Quloqli terlatma narxi 120 ming. Dumaloq terlatmalar 60 ming, 80 ming adyollisi. Plastmassaviy etik zashitniklar bor mana. Narxi 250 ming so'm. Bez plastmassasi esa narxi 150 ming so'm. Ranglari mana har xilidan tayyorlab qo'yganmiz. Qizil, ko'k ranglarda ko'rinib turgandek. Bu yerda esa qamchin. Qamchinlarimiz 150 ming so'mdan boshlab mana 150 ming so'mlik qamchinimiz. Bunisi 200 ming so'mlik qamchin. Bunisi esa 250 ming so'mlik qamchin. Va bizda tros qamchinlarimiz bor. Uni narxi 550 ming so'm. Endi qamchin haqida gapirdik. Mana ko'rsatib o'tamiz. 550 ming so'm tros qamchinlar ham bor. Eslatib o'tardikki, chavandozlarga iloji boricha otlarga qamchin uncha ishlatmanglar, to'g'risi. Endi bu tomonda aziz YouTube kuzatuvchilar, ko'rinib turgandek universal ot egarlarimiz. Mana shunday ot egarlar bor. Ot egar narxi 1,5 million egarni o'zi. Chilgi jahaldiriq, chista charim toza teridan ishlangan ko'rinib turgandek, mana yostiqchasi bilan narxi 1 million so'mdan beramiz. Toza teridan ishlangan qalin chilgi jahaldiriqlar. Komplekt ikkovini hisoblaydigan bo'lsak 2,5 million bo'lyapti chilgi jahaldirig'i bilan. Ko'pchilik bizga murojaat qiladiki, aka qirg'iz egar. Qirg'iz egarimiz narxi 2 million, qirg'iz egarni o'zi mana. Qirg'iz egarni o'zi. Endi u ko'rinishi uchun chilgi jahaldirig'i bilan qo'yganmiz. Chilgi jahaldiriq narxi 1 million, toza teridan ishlangan. Qirg'iz egarimiz esa narxi 2 million so'm. Kimga kerak bo'lsa originalidan bo'ladi. Luboy otga to'g'ri keladi. Aziz YouTube kuzatuvchilar. Qirg'iz egar, chilgi jahaldiriq olaman desanglar, ikkovi 3 millionga tushadi komplekt. Endi bu tarafda yana egarimiz chopma egar deyiladi. Mixlangan, mana ko'rinib turgandek mixi bor. Bu egarni ham narxi 2 million, chilgi jahaldirig'i esa narxi 1 million. Komplekt 3 million bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa mana shunday universal ot egarlar bor. Aziz YouTube kuzatuvchilar, otning oyog'iga zashitniklarimiz va ko'rinib turgandek uzangilarimiz bor. Uzangi, katta uzangilar. Narxi 400 ming, har xilidan bor uzangilarni mana ko'rib turganingizdek sportivniy uzangilar bor. Chivindan, pashshadan saqlanish uchun otlarni ko'zini bunday yopib qo'ygani mana shunday to'rlarimiz bor. Aziz YouTube kuzatuvchilar, anchadan beri YouTube'ga ot anjomlar haqida video joylay olmadik, lekin mana 7 yil davomida video joylab kelganmiz. Xudo xolasa mana videolarimiz bundan keyin boraveradi. YouTube'da like'lar bosib podeshka qilaverasizlar. Ot boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Mana shunday katta jovi otni laqabi yozilgan. Ko'rinib turgandek adyolli yopinchi, qornini tagida ikkita ayili bor o'zini mana bog'laydigan ikkita ayili bor va Elvis R degan laqab yozilgan, ikki tarafiga yozilgan. Endi bu yopinchiqning narxi 1 million 200 ming so'm. Bu yopinchiq toza adyoldan ishlangan, mana rossiyskiy adyoldan ulangan joyi yo'q. Butun material. Razmeri Vladimir paroda zotli otlar uchun mo'ljallangan. Luboy otga taqsangiz o'zimizning mesni otlardan ancha kattalik qilishi mumkin. Bu katta ot uchun mo'ljallangan o'rama. Mana shu chizig'idan bag'i mana shuncha katta mana. Mana shu chizig'idan o'lchaverasizlar. O'zimizning mesni otlarga mana shunchasi to'g'ri keladi. Bundan bag'i esa mana ko'rib turganlaringizdek mana shuncha kattalikda yasalgan. Yopinchiqlar har xili bor bizda.
birdaniga 1.200.000 so'mdan boshladik. To'g'ri, eng qimmati. Endi eng arzoni bor. 250.000 letni yopinchiq mana, rangi oq. Любой otga to'g'ri keladi. O'zimizning mesni otlar uchun mo'ljallangan. Ko'pkariga kirib, ustiga tashab ko'pkariga kirgani. Narxi 250.000. Bizda endi mana ko'rib turganingizdek voyenniy tsvetlari bor. Ko'k rangi bor mana, adyolli yopinchiqlar. Narxi 550.000 so'm. Qalinligi qalin, ko'kragi yopiladi. Xohlagan otga qo'yaverasizlar. Katta kichik tushaveradi. Endi mana bu yerda qalin yopinchig'imiz bor. Kigizdan tayyorlangan brezentli. Bu yopinchiqni ko'pchilik biladi. Xadavoy yopinchiq postoyanniy ot ustida bo'ladi qish paytlari. Bu yopinchiqning narxi 300.000 so'm savdosi bor. Pastdagi yopinchiqlarni 450.000 dan beryapmiz. Voyenniy tsvetlari qora va qizil ranglardan tayyorlab qo'yganmiz. Mana ichini bemalol ochib ko'rsalaringiz bo'ladi. Aziz YouTube kuzatuvchilar, bizni kuzatib boringlar. Mana shunday ot anjomlardan yangilik qilaveramiz. Mana ko'rinib turgandek otning ko'kragiga imildiriq egar orqaga ketmasligi uchun oq rangda va qora rangda tayyorlab qo'yganmiz. Mana kalsoni ustidan xohlasanglar yulduzcha Mercedes emblemasi любой narsa yozib beraveramiz. Zakaz qabul qilamiz. Ko'krak fartuk narxi 250.000 bo'ladi. Ko'krak imildiriq desak, ko'krak imildiriq emblemasini qo'yib beramiz. Yulduzcha xohlagan narsalaringizni qo'yib beramiz. Narxi 250.000 bo'ladi. Mana shu ot anjomlar do'konimizda videolarimizni boshladik. Bizni kuzatib boringlar. Mana ko'rinib turgandek mana shunday universal ot egarlari maslahatimiz o'zingizlarga yoqqan narsani olinglar. Birovlar gapiga kirib har xil narsalarni olmanglar. Kimdan olsanglar ham pulinglarga yarasha narsa beradi. Shuni esingizlardan chiqarmanglar. Kommentariyada har xil gap so'zlar bo'lyapti. Orada bir video chiqarmay qo'ydik. Chunki ayrim sabablarga ko'ra mana endi boshladik yana. Bizni kuzatib boringlar, layklar bosib, podeshkada turinglar. Zo'r anjomlar chiqarib boramiz. 7 yillik videolarimiz bor, kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. YouTube ijtimoiy tarmoqda mana shunday dahshat narsalar chiqaraveramiz. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.